Mirzo Ulug'bek tumani Hamid Olimjon metrosi yaqinida xonadon qarayotganlar bormi? Bugungi obzorimiz sizlar uchun bo'ladi. Manzilimizga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek zagsgacha 500 metr atrofida joylashgan, Hamid Olimjon metrosigacha xuddi shu masofada joylashgan. Sotuvga chiqqan xonadonimiz 9 qavatli domimizning 8-etajda joylashgan, maydoni 96 kvadrat metrga joylashgan 4 xonadan iborat. Sizlar bilan ichkarida ko'rib chiqamiz, ketdik. Bismillah, kvartiramiz planirovkasini ko'radigan bo'lsak, o'ng tarafimizda bitta razdельный hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi xonamiz bitta kattagina zalga mo'ljallangan ekan. Bu yoq tarafini ham ko'rasizlar, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Remontda o'rta holatda turibdi. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi. Navbatdagi xonamiz bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan. Chap tarafimizda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi bor. Odam borligi uchun video olmadik. Bu yoqda umumiy yuvinish xonasini ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizda oshxona joylashgan. Umumiy maydoni 96 kvadratga ega bo'ldi. Narxiga 133 ming so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Doimgidek ekranimizga egalar raqamni yozib qo'yamiz. Batafsil to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.